Bugungi darsimiz Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu haqida. Zubayr ibn al-Avvom. U kishining to'liq ismlari Az-Zubayr ibn al-Avvom, ibn Huwaylid, ibn al-Asad, ibn Abdul Uzza, ibn Qusay, ibn Kilab, al-Qurashi, al-Asadi. Abu Abdulloh kunyasi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning havorisi. Tirikligida jannati ekanligini xabarni eshitgan 10 ta sahobaning biri. Umar ibn Xattobning vafotidan keyingi ahli shuro bo'lgan 6 kishining biri. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu payg'ambarimizning ammasi Sofiya bint Abdul Muttolibning o'g'li. Zubayr ibn Avvom hijratdan 28 yil avval dunyoga keldi. Makkada Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qo'lida iymonga kelganida 15 yoki 16 yoshda edi. Yosh yigit edi. U kishi islomni qabul qilar ekan, Makkada avvalgi musulmonlarga yo'liqqan hamma aziyat, mashaqqatlar u kishiga ham yo'liqdi. U kishini ham qiynashdi. Xususan amakilari u kishini iymondan qaytarishi uchun boylab qo'yib, oyog'ini tagidan o't yoqib, tutun bilan azob berdi. Lekin bu narsa u kishini iymondan qaytarmadi, iymonida sobit qoldi. U kishi Habashistonga qilingan ikkala hijratda ham qatnashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashgan barcha g'azotlarda u zotning yonida bo'lgan edi. Birodarlar, Alloh azza va jalla bandaga nima bergan bo'lsa, shu narsani Allohning yo'lida sarf qilar ekan, Alloh bergan shu ne'matni zakotini ado qildi. Quvvatli kishi o'zini quvvatini haqni ro'yobga chiqarish uchun sarf qilsa, quvvatini zakotini ado qildi. Hunarli odam o'zini hunarini odamlarga foydali bo'lgan ishga sarflasa, xayri ihsonini qilsa hunaridan, demak hunarni zakotini ado qildi. Hunari uni bo'sadi. Ilmli kishi ilmini agar insonlarga yetkazishlikka, haqni yetkazishlik yo'lida sarflaydigan bo'lsa, ilmi ko'payadi. Ilm o'qiganlar juda yaxshi bilasizlar. Ilm o'qidingiz, o'qisangiz ko'payadi ilmingiz. Agar tek qo'yib qo'ysangiz, ozayib ketadi, unutib ham yuborasiz. Talib ilm o'zini vaqtini ilmga sarflasa, demak o'zini vaqtini, zakotini ado qildi. Kimga Alloh taolo nima bergan bo'lsa, shuni Allohning yo'lida sarflashlik kerak bo'ladi. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan ular infoq ihson qiladilar. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu Alloh yo'lida birinchi bo'lib qilishni yalan boshlagan kishi edi. Uhud kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida sobit turgan kishilardan edi. Zubayr ibn Avvomning farzandlaridan mashhuri Abdulloh ibn Zubayr. Ya'ni u kishining farzandlaridan Urva ibn Zubayr, Mus'ab ibn Zubayr. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiqning qizi Asmoga uylangan edi. Asmo bint Abu Bakrni katta farzandi Abdulloh ibn Zubayr Madinada tug'ilgan birinchi o'g'il bola edi musulmonlar orasida. Sirat darslaridan ma'lum, musulmonlarni Madinaga hijrat qilib kelgan kunlaridan, Rasulullohni hijrat qilib kelgan kunidan boshlab 4 oy o'tdi, musulmonlarning orasida o'g'il farzand tug'ilmay qo'ydi. Tug'ilsa qiz bola tug'iladi, agar o'g'il bola tug'ilsa o'lib qoladi. Shunda yahudiylar gap tarqatishdi. Biz musulmonlarni sehrlab tashladik. Bularda endi o'g'il farzand tug'ilmaydi umuman, bular qirilib yo'qib ketadi. Asmo bint Abu Bakr hijrat qilib kelganida Madinaga homilador edi, keldida o'g'il tug'di. Abdulloh ibn Zubayr. Sahobalarning quvonchi cheksiz. Abdulloh ibn Zubayrni ko'tarishib demonstratsiya qilishvardi. Allohu akbar deb takbir aytib, Madina ko'chalarini aylantirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelishdi. U kishining mana katta farzandi. Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ko'chada ketib borar ekan, bir to'p o'ynayotgan yosh bolalar xalifani ko'rib, qaqqaqa qarab, tirqirab qochib ketishdi. Faqat bitta bola turar edi. Men necha kirgan endi, 10 yashadi, 12 yashadi, Alloh biladi. Yosh bola. Xalifa bu bolani qo'rqib qochmaganligidan hayron bo'lib, "Ey bola, nimaga qochmaysan sen?" dedi. "Ey Amirul Mu'minin" dedi. "Jazoingizdan qo'rqqani men gunohkor emasman, bir xato ish qilganim yo'q. Zulmingizdan qo'rqqani siz zolim emassiz" dedi. "Yo'l bo'lsa keng, o'tib ketaverasiz, ikkamiz ham sig'amiz" dedi. "Kimmi bolasisan?" dedi. "Zubayr ibn Avvomni o'g'liman" dedi. Sirat kitoblarida keltirilishicha, mana islomdagi darajasi, Zubayr ibn Avvomning islomdagi darajasi, Zubayr roziyallohu anhu 4 yoki 5 bo'lib iymonga kelgan deyiladi. Allohu a'lam. Musulmonlar uchun qiyin bo'lgan, mashaqqatli bo'lgan kunlarda iymon keltirgan bu kishilar. Birodarlar,
Rasulullohga butun Quraysh dushman bo'lib turganida, musulmonlarga ahvol juda og'ir bo'lib turgan paytda iymon keltirganlar, albatta bularning qadr-qiymati baland bo'ladi. Chunki payg'ambarimizni jinni desa ham, kohin desa ham, majnun desa ham, shoir desa ham hech kim hech narsa qilmaydi. Bunaqa holatda iymon keltirish faqat haqiqiy quvvat, haqiqiy iymon egalarini ishlaydi, birodarlar. Ammo odamlar keyin iymonga to'da bo'lib kirib kelishdi. Makka fathidan keyin. Makka fathidan keyin islomning quvvatga kirgani zohir bo'ldi. Musulmonlarning qo'liga janglarda katta-katta o'ljalar tushdi. Islomdan manfaat ko'rinib qolgandan keyin iymon keltirganlar bilan islom zaifligida iymon keltirganlarning albatta katta farqi bor o'rtasida. Alloh taolay aytadi: "Astagfirullah. La yastavi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu." Qarang, Makka fathidan keyingilar bilan Makka fathidan avvalgi mu'minlarning farqini. Alloh taolay aytadi: "Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari infoq ihson qilgan va urushgan kishilar Makka fathidan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilar bilan barobar bo'lmas. Teng bo'lmaydi. Teng bo'lmaydi. Ulardan keyin infoq ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Avvalgilarning martabasi ulug' bo'ladi. Demak, haqiqiy qahramonlik, haqiqiy fidoilik haq zaif bo'lib turgan paytda unga ko'mak ko'rsatishda ko'rinadi. Birodarlar, Alloh taolo payg'ambarlarini hammasini podshoh, hammasini bir sultonlarga aylantirib qo'yishi mumkin edi. Agar payg'ambarlar podshoh bo'lib turib odamlarni haqqa chaqirganda odamlar itoat qilardi hammasi. Lekin hammasi qalbi haqqa moyil bo'lib, payg'ambarning haq ekanligiga qalbi taskin toptirib ergashmas edi, qo'rqqanidan ergashar edi. Ammo Alloh taolo payg'ambarlarni zaif, nochor bo'lib turib da'vat qilishini xohladi. Toki iymon keltirganlar haq ekanligini ko'rib, qalbi bilan taskin topib iymon keltirsin. To'g'rida, da'vatchining qo'lida, domlaning qo'lida, haqqa chaqirayotgan kishining qo'lida hech qanday narsa yo'q. Puli yo'q, mansabi yo'q, seni bir o'tkazib qo'yadigan, faqat haq u bilan. Senga dunyo tomonidan hech qanday foyda keltira olmaydigan holatda ham iymon keltirib amalda bo'ldingmi? Albatta sening qadring, manzilating boshqalardan farqli bo'ladi. U zotning mavqiflaridan namunalar. Alloh yo'lida birinchi bo'lib qilichni yalang'ochlagan Zubayr ibn al-Avvom edi, deydi Sayyid ibn Musayyab. Kunlarning birida Makka da ekan, Muhammad o'ldirildi degan ovozni eshitdi. Uyda edi, shunday qilichini sug'urdi qinidan ko'chaga yurib chiqdi. Rasululloh ro'parasidan kelib qoldilarda: "Ey Zubayr, qayoqqa ketyapsiz? Nima bo'ldi sizga?" Zubayr ibn al-Avvom: "Sizni o'ldirildi deb eshitdim" dedi. Nima qilmoqchi edingiz? Vallohi Makka ahliga qarshi mana shu qilishim bilan qarshi turmoqchi bo'lgan edim dedi. Bitta o'zi. Albatta bu holat payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatiga dalolat qiladi, birodarlar. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu o'zini bir hovlisini 6000 ga sotdi. Aytishdiki, arzon sotib qo'ydingiz, kuydingiz deyishdi. Arzon sotib qo'ydingiz. Oldandingiz. Vallohi oldanmadim dedi. Hali ko'rasizlar, oldanganim yo'q. Sizlar guvoh bo'linglar, mana shu 6000 Alloh yo'lida infoq dedi. Nech pulga oldab qo'yishgan bo'lsa, qiyomatga o'tib ketdi. Ikkita odam bir pul ustida talashib qolishdi. Falonchasi meniki, falonchasi seniki dedi. Ikkinchisi yo'q, falonchasi meniki, falonchasi seniki dedi. Ikkalasi ham bir ikkinchisiga xo'p deb qo'ymayapti. Qanday hal bo'ldi bu mushkula? Mushkula shunday hal bo'ldiki, pulda hammasi Alloh yo'lida infoq qilinadigan bo'ldi. Shunda kimi haqqi qancha bo'lsa, qiyomatga shuncha o'tdi. Shunaqa yechim ham bor ekan, qarang. Talashib qoldingiz, Allohga o'tkazib yubordingiz. Alloh oldiga borganda haqiqiy hisob bo'ladimi? Hech kimning haqqi hech kimga o'tib ketmaydimi? Ali ibn Zayddan menga Zubayr ibn al-Avvomni ko'rgan kishi aytib berdi. Zubayrning ko'kragida nayzaning uchi, kamolning o'q izlaridan qolgan jarohatlar xuddi odamning ko'zidek irg'ib oldiga chiqib turar edi. Jarohatning ko'pligidan. Alloh yo'lidagi g'azotlarda qatnashgan mana shu sahobalarning jasadlari, undagi jarohat izlari qiyomat kunida ularning foydasiga birodarlar guvohlik beradi. Endi jasadida ma'siyatdan, fisq fujurdan iz qolgan kishilarni bu asarlari, izlari qanday guvohlik berar ekan? Albatta bu ikki toifaning farqi bor.
Endi bizni jasadlarimiz nimaga guvohlik beradi qiyomat kunida? Alloh yo'lida biror joyimiz shilinganmi? Alloh uchun biror bir obdada qolganmizmi? Yo bir abadsiz qolib ketganmizmi? Zubayr ibn al-Avvom aytar edi. Sizlardan qaysi biringiz solih amallardan bo'lgan hosilni o'ziga tayyorlay olish qo'lidan kelsa, bas shunday qilsin. Siz bilan bizni Allohning huzuridagi martabamiz, maqomimiz nimaga bog'liq? Qilib qo'ygan amallarimiz bilan. Kim o'zini mana shu dunyoda qiyin, og'ir hisob bilan hisoblasa, qiyomatda yengil hisob bilan hisob qilinadi. Kim dunyoda o'zini yengil hisob bilan hisoblasa, qiyomat kunida og'ir hisob bilan hisob qilinadi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan doim birga bo'lib, u zotdan ajramagan. Lekin shunday bo'lsa ham, u zotdan ko'p hadis rivoyat qilinmagan ekan. Mana bilasizlar, Abu Hurayra, Ibn Mas'ud, Oysha onamiz, boshqa sahobalar payg'ambarimizdan juda ko'p hadislar rivoyat qilishgan. Nimaga Zubayr ibn al-Avvom ko'p hadis rivoyat qilmagan? Abdulloh ibn Zubayr aytadi, otamdan so'radim. Men Abdulloh ibn Mas'ud va falonchalardan eshitganimdek, sizni Rasulullohning hadislarini gapirayotganingizni eshitmayman dedi. Zubayr ibn al-Avvom dedi: Islomga kirganimdan buyon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ajramadim, lekin men Rasulullohning la takdibu alayya faman kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan hadisini eshitganman. Shuning uchun ko'p hadis aytmayman. Ma'nosi nima edi? Rasul aytganlar, kim menga qasddan yolg'onni nisbat qilsa, men aytmagan narsani payg'ambar aytdi desa, o'zini joyini jahannamning to'risidan tayyorlaversin degan eshitgan. Shuning uchun ko'p aytmayman dedi. Lekin shunday bo'lsa ham ayrim hadislar bu kishidan rivoyat qilingan, shundan bittasini o'qiymiz. Ani Zubayr ibn al-Awwam roziyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha. Xuddi siz bilan biz zamonimiz uchun aytilgan hadisga o'xshaydi. Ayni hozirgi davrga, musulmonlar uchun aytilganda. Rasululloh aytdilar: sizlarning ustingizga sizlardan avvalgi ummatlarning kasalligi keldi. Hasad va nafrat. Avvalgi ummatlar mana shu ikkita kasal bilan qirilib ketgan ekan. Biri-biriga hasad qilgan, biri ikkinchisini yomon ko'rgan, gina kudurat bo'lgan, nafrat bo'lgan. Hozirgi kunda musulmonlarimiz o'zini olib qaraydigan bo'lsangiz, guruh-guruhlarga bo'linib olib, jamoat-jamoatga bo'linib olib, biri ikkinchisini yaxshi ko'rmayotganligini ko'rasiz. Zubayr ibn al-Avvomning o'g'liga qilgan nasihati. Jamal kunida Zubayr ibn al-Avvom o'zini o'g'liga vasiyat qilib aytdi: "O'g'lim, agar bir narsadan ojizlik qilsang, Mavloyimdan so'ra, hojamdan so'ra." Abdulloh roziyallohu anhu: "Vallohi nimani nazarda tutayotganingizni tushunmadim" dedi. "Mavloyingiz kim?" "Alloh" dedi. Kishi iymoni kuchaygan sari Alloh bilan bo'lgan aloqasi birodarlar mustahkamlanib boradi. To'g'ridan to'g'ri o'zidan so'raydigan bo'lib qoladi. Lekin odamlarning ko'pi tanish bilishiga suyanadi, sabablarga suyanadi. Buday chachib qo'ydim, dorini vaqtida berdim, sul qildim, bir yil zo'r bo'ladi hosil deydi. Sababiga suyanadi. Lekin haqiqiy iymoni quvvatli bo'lgan mu'min Allohga suyanadi. Shuning uchun Zakariya alayhissalomchi Robbisidan duo qilib so'rar ekan, labini ham qimirlatib qo'ymagan ekan. Iznada robbahu nidaan xafiyya. Eslang, Parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Liyas'al ahadukum robbahu hajatahu kullaha, hatta yas'ala shis'a na'lihi idha inqata'a." Sizlardan biringiz o'zining hojatini Robbisidan so'rasin, hatto oyoq kiyimini ip uzilib ketgan bo'lsa ham. Hatto mana shu narsa bo'lsa ham kichkina dema. Allohdan kattaroq narsa so'ra, patinkani o'zing ham olaversan ipini dema. Chunki Alloh bermasa shu ipni ham ola olmaysan. Abdulloh ibn Zubayr aytardi: "Vallohi" deb. Otasining nasihatini eshitgan Abdulloh ibn Zubayr: "Qarzdan bo'lgan biron bir kulfatga kirib qolsam, shunday der edim: Ey Zubayrning Mavlosi, mening qarzimni uzgin. Bas Robbim qarzimni uzar" dedi. Kimi qarzi yo'q? Kimi haqqi yo'q? Kimi mushkulasi yo'q? Hammaniki bor. Allohning o'zidan so'rashlik kerak birodarlar.
U kishining fazilatlaridan Badr kunida Zubayr ibn al-Avvomning boshida sariq sallasi bor edi. Jabroil alayhisalom mana shu siymosida osmondan tushdi. Banu Qurayza kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zubayr ibn al-Avvomga ota-onam sizga fido bo'lsin dedi. Birodarlar, sanoqli sahobalarga Rasululloh bunaqa deganlar. Mana shu Uhud kunida Sa'd ibn Abi Waqqos aytganlar. Har kamonda o'q otganda mushriklardan bittasini yetishtirganini ko'rib turib, oting ey Sa'd, ota-onam sizga fido bo'lsin degan edi. Sa'd ibn Abi Waqqos maqtanib yurar edi. Mana xuddi mana shu so'zni Rasululloh Zubayr ibn al-Avvomga aytganlar. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Badr kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'shinini o'ng tomonida turdi. Rasulullohning sahobalaridan shu batol deb qo'yadi mana arab tilida. Geroylarni aytadigan bo'lsangiz, Hamza ibn Abdul Muttolib, Zubayr ibn al-Avvom, Miqdod ibn Amr, Hamza roziyallohu anhu, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni ko'ramiz. Bularda qilgan amallari ularni shunday bir ulug' martabaga, manzilatga ko'tardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zubayr ibn al-Avvomni meni havoriyim deb aytganlar. Havoriy degani eng yaxshi ko'rgan, eng ishongan, eng yaqin odami degani. Haybar kunida musulmonlar bilan yahudlarning qahramonlar o'rtasida juda ko'p muborazalar, yakkama-yakka olishuvlar bo'ldi. Musulmonlar hammasini yengishdi. Ana shu muborazalarning birida Yosir ismli pahlavon o'rtaga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unaqa uzun odamni ko'rmagandilar. Ko'rib turib 5 ziro bormi degan ekanlar. 2,5 metrli odam bo'lgan. Kim menga qarshi chiqadi deganda musulmonlardan hech kim chiqmaydi. 2,5 metrli odam. Tasavvur qiling, ustida temiri bor, qo'lida qilichi bor, qalqoni bor. 2,5 metr. Necha kilo bo'ladi 2,5 metrli odam? U paytda odamni. 2,5 metr. Zubayr ibn al-Avvom men chiqaman dedi. Shunda Zubayr ibn al-Avvomning onasi Sofiya bint Abdul Muttolib mana shunday qilib tarbiyalagan. O'zi yurakli ayol bo'lgan. "Ya Rasululloh, bolam o'ldirib qo'ymasmikin?" deganida, "Inshaalloh bolangiz uni qatl qiladi" dedi. 1 soat olishib yengadi. 2,5 metrli odamdir. Shunda payg'ambarimiz aytganlar, xursand bo'lganlaridan, "Likulli nabiyyin havori va havoriyi Zubayr ibn al-Avvom." Har bitta nabiyning havorisi bo'ladi. Meni havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deganlar. Bugun Zubayr ibn al-Avvom tirik qolish kerak, peshonaga yozilgan, Yosir o'lish kerak. Bugun chiqsa ham, chiqmasa ham bu o'ladi, bu tirik qolar edi. Shuning uchun musulmon odam aytadi, yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimaga qo'rqay? Zubayr ibn al-Avvomning taqvosi. Biz bu kishini faqat jang maydonidagi qahramon deb bilamiz, lekin bu tomonini ham eshitaylik-da. Bizda ajoyibda, bizda taqvodor degan odam nima deydi? Ibodatxon, taqvodor desa faqat masjidga yuradi, faqat shakliga qaraydi, boshqa tomoni yo'q. U sport bilan shug'ullanmaydi, tijorat bilan, dunyo ishi bilan shug'ullanmaydi, bir tomonlama. Ili naborot, sport bilan shug'ullansa, faqat sport, ibodat bilan ishi yo'q. Bu sahobalar har tomonlama bo'lgan, qaranglar. Odamlar Zubayr ibn al-Avvom ishonchli odam bo'lganligi uchun omonatlarni qo'yib turishar edi, saqlab bering deb. Lekin Zubayr ibn al-Avvom nima deb olar ekan bu omonatlarni? Qarz deb olar ekan. Nima uchun? Agar omonat deb olsa, Zubayr ibn al-Avvomning aybisiz, kuyib ketsa, yo'q bo'lib ketsa, o'g'ri olib ketsa, omonatdor odam aybisiz. To'lanmaydi shariatda. Endi qarz deb olsa, biror talofat etsa, to'lab berishligi kerak. Taqvosidan, parhezgarligidan shunday qilar ekan. Omonatlarni omonat deb olmas ekan, nima der ekan? Qarz deb olar ekan, qaytib kelib so'raganda omonatini qaytarib berar ekan. U kishining zohidligi. Zohidlik nima? Dunyoni qalbingizda emas, qo'lingizda bo'lishligi. Zohidlik dunyo matohi qalbingizda emas, qo'lingizda bo'lishligi. Agar kishini dunyosi qalbiga joylashib qoladigan bo'lsa, bu dunyosi kishini Allohdan to'sib qo'yadi. U kishining hayotida bo'lgan mavqiflardan Urvat ibn Zubayr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Zubayr ibn al-Avvom bir ansoriy bilan talashib qoldi. Qaysinasi suv bilan bog'ni birinchi sug'orib oladi. Payg'ambarimiz oldiga kelishdi, husumatlashib, payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Zubayr, sug'orib olib, so'ngra suvni qo'yib yuboring, u ham sug'orsin" dedilar. Shunda boyaga ansoriy qarab turib, "Ammengizni o'g'li bo'lganligi uchun da birinchi sug'orish kerak" dedi.
Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ranglari o'zgarib ketib, g'azablanib, "Sug'oring ey Zubayr. To suv devorga yetgunicha sug'oring, yana ushlab qoling" dedilar. Ya'ni payg'ambarni chiqargan hukmiga norozi bo'lganligi uchun payg'ambarimiz bermasdi bunga dedi. Shunda Zubayr ibn Avvom aytadi, "Menimcha" deydi. Ushbu oyat mana shu haqida nozil bo'lgan. Qaysi oyat? Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Yo'q, Robbing ila qasamki, ular o'zlari orasida sodir bo'lgan kelishmovchilikka seni hakam qilmagunlaricha mu'min bo'lmaslar. Shariatda manaqa deyilgan desa ko'nmayapsizmi? Demak, iymoningiz hali iymon bo'lgani yo'q. Hali iymoningiz komil bo'lgani yo'q. U kishining vafoti. Bilasizlar, bu ulug' qahramon, mislsiz qahramonliklarni ko'rsatgan bu ulug' inson jang maydonida, ochiq maydonda qatl qilinmagan. Ali ibn Abi Talib darslarida aytib o'tdik. Mana Jamal va Siffin ma'rakalari bo'lgan, musulmonlar o'rtasida bo'lgan janglar bu tariximizning qora kunlari. Bir tomondan Ali ibn Abi Talib, ikkinchi tomondan Oysha onamiz qo'shini bir-biriga to'qnash keldi. Oysha onamizning qo'shinida Zubayr ibn al-Avvom va Talha ibn Ubaydullohlar bor edi. Ikkala taraf keldi, urush bo'lmadi. Sulhga kelishdi. Tong otganda sulhga kelishiladi, qo'shinlar birlashib ketadi. Ammo buni xohlamagan fitnachilar o'rtada fitnani qo'zigan. Tunda Ali ibn Abi Talib tomoniga bir qismi hujum qildi, yana bir qismi Oysha onamizning qo'shiniga hujum qildi. Ikkala taraf ham bizga xiyonat qilish deb turib, tunda bir ikkinchisiga hujum qildi. Musulmonlarda qoni to'kilishni boshladi. Zubayr ibn al-Avvom ham jang maydonida edi. Shunda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu o'zi keldi ham deyiladi, bir odamni yubordi ham deyiladi, ikki rivoyat bor. Shunda Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhuning oldiga kelib aytildiki, "Ey Zubayr, esizdami? Bir kuni siz Rasulullohning oldida o'tirganingizda Ali ibn Abi Talib o'tib qoldi yoningizda. Shunda uni ko'rib turib kuldingiz. Ali ibn Abi Talibni ko'rib kuldingiz. Shunda Rasululloh, "Yaxshi ko'rasanmi qarindoshingni?" dedilar. "Ha, yaxshi ko'raman uni" dedingiz. Shunda Rasululloh sizga aytgan, "Tuhibbuhu fillah, vallohi la tuqatilannahu wa anta lahu zalimun." Uni Alloh uchun yaxshi ko'rasanmi? Vallohi bir kun keladi, sen unga qarshi zolim bo'lgan holingda urushasan degan edi dedi. 30 yil burun aytilgan hadisni Zubayr ibn al-Avvomga eslatdi. Shunda Zubayr ibn al-Avvomni yodidan ko'tarilganda bu hadis. Ha dedi-da, qilichini tushirib chiqib ketdi jang maydonidan. Esdan chiqarib qo'ygan edi. O'zini quli bilan jang maydonidan tashqariga chiqdi-da, Saba deb nomlanadigan vodiyga ketdi, yonida quli. Amr ibn Jurmuz ismli kishi ular bilan birga ergashib chiqdi. Zubayr unga qarab, "Nimani xohlaysan?" dedi. "Sizlar bilan birga chiqib ketishni xohlayman" dedi. Zubayr ibn al-Avvom ruxsat berdi. Yo'lda dam olish uchun to'xtashdi. Zubayr ibn al-Avvom uxlayotganida Amr ibn Jurmuz to'satdan hujum qildi, qo'l ulgimadi himoya qilib. Zubayr ibn al-Avvomni qatl qildi. Qo'li ikkita qo'lida qilich bilan jang qila olgan sahoba bo'lgan. Birov yenga olmagan bu kishi jang maydonida. Birov peshonasiga kela olmagan. Lekin shunday xiyonat bilan qatl qilindi. Amr ibn Jurmuz bu ulug' sahobani qatl qilganidan keyin boshini tanasidan ajratib Ali ibn Abi Talibni chodiriga olib bordi. Endi uni nazarida Ali ibn Abi Talibni dushmanini qatl qildi. Endi Ali katta mukofot berishligi kerak. Ali roziyallohu anhu bu vaqtda bo'layotgan ishdan hayron, o'zini chodirida o'tirib duo qilayotgan edi, yig'lab. To'xtanglar deb odam yuborardi, lekin jang to'xtamayotgan edi. Amr ibn Jurmuz xalifani chodirning oldiga kelib, "Xabar qilinglar xalifaga, men Amr ibn Jurmuzman. Zubayr ibn al-Avvomni boshi bilan qilichini olib keldim" dedi. Ali ibn Abi Talibga bu xabar xuddi chaqmoq kabi tushdi. Zubayr qatl qilindimi? Qanday qilib qatl qilinadi? Xalifa soqchiga dedi ichkaridan turib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning "Bashir qotila ibn Sofiyata bin nar" deganini eshitganman, chiqib ayt dedi. Ibn Sofiyani qatl qilganga jahannam bashoratini ber degani. Amr ibn Jurmuz buni eshitib turib, qatl bo'lishini bildi va qochib ketdi. Zubayr ibn al-Avvomni qilichini Ali ibn Abi Talibning oldiga olib kirishdi. U zot qilichni qo'liga olib, o'pib turib aytdiki, "Bu qilichning egasi" dedi. "Shu qilichi bilan Rasulullohdan ko'p aziyatlarni daf qilar edi" dedi.
Bu sahoba Jamal voqeasida 36-yil Jumadul Ula oyida 66 yoki 67 yoshida shahid bo'ldi. Zubayr ibn al-Awwam fitnani tark qilib, bunda qatnashmaslikka qaror qilib chiqib ketayotganda xiyonat bilan mana shunday qatl qilindi. Bu ulug' sahobiy, ulug' qahramon, mubashshir bil janna, islom tarixida ulug' qahramonliklar ko'rsatgan, jang maydonida aqllarni lol qoldiradigan, mislsiz fidoilik ko'rsatgan, Rasulullohning hamma janglarida u zot bilan birga qatnashgan, islomga birinchi bo'lib kirgan, Shom va Misrning fathida qatnashgan, musulmonlarning buyuk sarkardalaridan bo'lgan bu buyuk inson Rasulullohning havolasi mana shunday qatl qilindi. Nima xulosa olamiz? Ukalar, Ali ibn Abi Talibni kofirga chiqargan havorishlar yoshlar edi, qorilar edi, taqvodorlar edi, lekin ilmsiz edi. Ularning ko'zida, ularning nazarida to'g'ri bo'lib ko'ringan ish ular uchun to'g'ri bo'lib ko'rindi, lekin aslida u botil edi. Ana shularda qilgan ishini kasofatiga mana shunday Talqat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Awvomdek ulug' sahobalar qatl qilindi. Fitnani qo'ziyotganlar Allohda la'natiga qoladigan odamlar bo'ladi. Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha deganlar Rasululloh. Fitna o'zi uxlaydigan narsalarda tabiatida kimdir uyg'otadi. Ana shu fitnani uyg'otayotganga Allohning la'nati bo'lsin deydi. Birodarlar, Alloh azza va jalla bu ulug' sahobalarning hayotini o'qib o'rganib, ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.